Ya'ni strategiyani biz taklifimiz bo'yicha 4ta bosqichda amalga oshirilish taklif qilinadi. Birinchisi o'sha poydevor yaratish bosqichi. Bu yerda o'sha mas'ul qo'mita yoki bir bo'lim tashkil etiladi. Agar bor bo'lsa, unga vazifalar yuklatiladi. Bazaviy audit o'tkazilib, hozirgi universitetni holati aniqlanadi va shundan keyin maqsadli ko'rsatkichlar belgilanadi va shu ko'rsatkichlar bo'yicha keyingi bosqichlarda ma'lumotlar to'planadi va tahlili amalga oshiriladi. Keyingi ikkinchi bosqichda bu 27-28 yillarni o'z ichiga oladi. Bu yerda loyihani o'sha strategiyani amaliy ijrosi va pilot loyihalarni amalga oshirish qo'yilgan. Ya'ni 6 yo'nalish bo'yicha chora-tadbirlar, o'sha yashil elchilar dasturini joriy etish, biror bir xalqaro reyting ro'yxatiga kirish maqsadi belgilangan. Biz bu yerda UI Green Matrix ko'rsatdik. Ko'pchilik universitetlar bu bo'yicha o'sha ishlar olib borishyapti. Natijalariga ham erishishgan. Keyingi 3-bosqichda kengaytirish va integratsiya nazarda tutiladi. Bu yerda pilot loyihalarni universitetni boshqa kampuslarida joriy etish, bu amaliyotni boshqa kampuslarida ham yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Va 2030-yilga kelib bu barcha jarayonlar, ya'ni institutsionallashtiriladi, ya'ni yakuniy audit o'tkaziladi, yashil amaliyotlarni hujjatlashtirish, strategiyani keyingi 5 yillikdagi strategiyani ko'rib chiqish, takomillashtirish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Har bitta tadbirda bu yerda biza 5 ta ustun bo'yicha belgiladik, ya'ni tadbirlarning nomini. Birinchisida o'sha Yashil kampus qo'mitasi va ofisini tashkil etish bo'lib o'tdik. Qanaqa bu yerda biz hozir o'sha yo'l xaritasini qanaqa shaklda bo'lishi tasvirlaydi. O'sha kompleks audit o'tkazish, yashil elchilar dasturini ishga tushirish, aqlli yashil kampus tizimini joriy qilish ko'rsatganmiz. Bu yerda universitetlar o'zini o'sha xususiyatidan kelib chiqqan holda tadbirlarni o'sha strategiyada belgilangan vazifalarni yo'l xaritaga tushiradi va aniq muddat ijrochilar mexanizmini belgilab oladi. Endi o'sha strategiyamizda aytib o'tgandek maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Maqsadli ko'rsatkichlarga qaysi ko'rsatkichlardan iborat va qanaqa baholanadi, shular yoritiladi. 6 ta yo'nalish bo'yicha 26 ta ko'rsatkich bu jami ko'rsatkichlar, lekin universitetlar aytib o'tgandek o'sha xususiyatidan, mulkchilik shaklidan, missiyasi va yo'nalishlaridan kelib chiqib bu ko'rsatkichlarga o'zgartirish kiritishi, o'zinikini qo'shishi yoki ayrim ko'rsatkichlar bo'yicha faoliyat olib borilmaydigan bo'lsa, ularni chiqarib tashlash mumkin. O'ziga moslashish mumkin. Bizda hozir 6 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni birinchi yo'nalishga bo'lim bo'lsa, bu yerda energiya sarfi, qayta tiklanadigan energiya ulushi, aqlli binolar o'z ichiga olgan 5 ta ko'rsatkich ichiga oladi. Keyingi bo'limimiz suv resurslari. Suv resurslarida o'sha suv sarfi, yo'qotish darajasi, qayta ishlash ko'rsatkichlari kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Keyingi yo'nalishimiz chiqindilarni boshqarish. Bu yerda ya'ni chiqindilarni sortirovka qilish, saralash, ularni qayta ishlash, agar imkoniyati bo'lsa universitetda bu yerga 2 ta ko'rsatkich kirgan. Buni hozir yana podrobniy ko'ramiz. 4-chi yo'nalish bu yerda yashil maydon, ko'kalamzashtirish, daraxtlar soni, yashil hududlarni hududlar to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatiladi. 5-chi yo'nalishimiz bu yerda transport va mobillik. Barqaror qatnov ulashi, bu yerda
nol emissiyali transportlarni joriy qilinganligi kabi ko'rsatkichlar. So'nggi yo'nalishimiz bu ta'lim, ilmiy faoliyat va iqlim o'z ichiga oladi. O'sha o'quv jarayonlariga barqaror va yashil tamoyillarni nazarda tutuvchi kurslar, o'quv dasturlari, metrikalari o'rin oladi. Bu yerda mana jadvalni agar ko'radigan bo'lsak, namunaviy shaklda ko'rsatganmiz. Har bir ko'rsatkich uchun trayektoriya belgilangan. Misol uchun talabalar boshiga to'g'ri keladigan elektr sarfi hisoblash metodikasi, o'lchov birligi va erishiladigan natija aks etgan. Ya'ni biz bazaviy auditni o'tkazgandan so'ng aniqlab qolamiz va 2030-yilga har bir universitet o'z imkoniyatlaridan, moliyaviy jihatdan imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o'sha rejalarni, ko'rsatkichlarni belgilab oladi. Mana bu yerda biz 8 ta tanlangan asosiy ustuvor ko'rsatkichlarni oldik. Iloji boricha shu ko'rsatkichlar barcha universitetlar joriy qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha elektr sarfi, elektr ulushi, qayta tiklanadigan energiya ulushi, bu yerda aqlli yechimlarni joriy qilingani binodagi, suv sarfi, chiqindilar, yashil hududlar, keyin barqaror qatnov darajasi va o'quv kurslarining ulushi. Bu bazaviy asosiy ko'rsatkichlar. Hozirgi biz tadqiqotlarni amalga oshirganimizda shu narsani aniqladik. O'zbekistonda hozir ko'pgina universitetlarda уже bu tashabbuslar allaqachon boshlangan. Bu yerda bir ikkita namunalar keltirilgan. O'sha Green universiteti, Westminster kabi va boshqa juda ko'p universitetlarni ko'rdik, o'rganib chiqdik. Ularda o'sha hisobotlarni tayyorlashib, e'lon qilishni boshlashgan, yashil yechimlarni o'z faoliyatlariga joriy qilishgan. Bu quvonarli, lekin hali boshlamagan universitetlar ham talaygina. Bu yerda xususiy universitetlar bor, boshqa ayrim davlat universitetlari bor. Ularga bu yordam sifatida biz taklif qilamiz bu strategiyani metodologik asos sifatida shu yo'nalishda ketishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz o'sha shu strategiya doirasida Oliy ta'lim vazirligi bilan ham gaplashdik. Ular bilan shu biz ham o'zimizni strukturani, strategiyani ko'rsatganimizda ularga ma'qul bo'ldi. O'shaning uchun barcha universitetlar shu tamoyillarni o'zligini faoliyatida joriy qilishsa, juda ham maqsadga muvofiq. Yakuniy bo'limda, strategiyaning yakuniy bo'limida bu yerda endi monitoring va hisobdorlik mexanizmi boshlangan bo'ladi. Bu yerda o'sha mas'ul ofis yoki bo'lim shu strategiyani amalga oshirayotgan ishlarni monitoring qilib boradi. Yillik tahliliy hisobotlar tayyorlaydi, universitet kengashiga olib chiqiladi bu natijalari. Yakunda universitet veb-sayti orqali jamoatchilikka e'lon qilinadi. Bu o'z navbatida shu universitetda olib borilayotgan faoliyatning shaffofligini ham ko'rsatadi. O'sha zaruratga tug'ilganda strategiya va ilovalari, yangi ilmiy ma'lumotlar, ilova xalqaro tajriba, qonunchilikdagi o'zgarishlarga muvofiq o'sha universitet kengashi asos qarori bilan qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish mumkin. Ya'ni bu har bir universitetda o'zini maqsad vazifalarini kelib chiqqan. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, marhamat, taqdimot turinglar. Bunda qanday savollar bo'lsa, javob berishga tayyorman. Katta rahmat Rustam aka. Menimcha juda ham
detalli berib o'tilgan hamma narsa. E, Agarda konsorsium ichkarisida yoki konsorsiumdan tashqarida bo'lgan boshqa oliy ta'lim muassasalari vakillari tomonidan ushbu jarayon bo'yicha yoki ushbu yashil kempus strategiyasi bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, marhamat, Rustam aka javob berishga tayyorlar. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu biza hozir hali strategiya veb-saytga anaqa qilinmadi loyihasi. Bu strategiyani biz loyihasini tayyorlaganmiz, shablon variantini manimcha tez orada mana Green Campus veb-saytiga, loyihani veb-saytiga joylashtiriladi. Bizani o'sha ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimiz orqali ham olish mumkin yoki shu taqdimotda ko'rsatilgan universitetlarga murojaat qilsanglar ham ular tomonidan ham taqdim etiladi. Mhm. Katta rahmat Rustam aka. Kimdadir savollar bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin. Mhm. Boshqa universitetlardan ishtirok etayotganlar bo'lsa, bu borada tajribaligi bo'lishsa, ular ham bo'lishishligi mumkin. Juda ham qolganlar uchun ham, biza uchun ham manfaatli bo'ladi, chunki bu jarayonlar o'sha hozir biza loyiha davom etyapti. Biza har iloji boricha xalqaro va mahalliy tajribani inobatga olgan holda ishlab ishlab chiqdik bu loyiha strategiya loyihasini. Agar kimdadir tajriba bo'lsa, o'sha bunaqa strategiyalarni o'z universitetida joriy qilgan bo'lsa, bo'lishingiz mumkin. Как раз hozir zo'r imkoniyat, biz uchun ham qiziq. Balki hamkorlikda takomillashtirishimiz mumkin bu Rustam strategiya. aka, ungacha agarda savollar o'ylab turgungacha imkoni bo'lsa, Erasmus milliy ofisidan Mahmudjon qo'shilishgan edi Aha. onlayn seminarimizga. Agar mumkin bo'lsa, ikki og'iz bilan ham fikr eshitsak degandik. Mahmudjon, agar imkoningiz bo'lsa, Avvalambor, marhamat. assalomu alaykum. Salom O'ylaymanki, aka. ovozim yaxshi eshityapti. Barchalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Aynan Green Campus loyihasi bo'yicha hamda yuqorida Rustam aka tushuntirib berganlaridek, shu Green Campus tashabbuslari bo'yicha hozirgi amalga oshirilayotgan rejalarni batafsil tanishib chiqdim. Juda ham qiziq. O'ylaymizki, loyiha doirasida aynan bu ishlar oliy ta'lim muassasalarida aynan strategik jihatdan aynan Green Campus tashabbuslarini qilishga juda ham katta yordam beradi va eng asosiysi o'ylaymanki boshqa loyihalardan ham unikal tomonlardan bittasi bu aynan ambassadorlar tayyorlab berish, ya'ni Green Campus loyihasida, ya'ni yashil tashabbuslarni oldinga suriladigan ambassador tayyorlab berish juda ham yaxshi g'oya deb hisoblaymiz va konsorsium a'zolariga shu loyiha doirasida amalga oshishi mumkin bo'lgan va Green Campus loyihasi doirasida amalga oshiriladigan ishlarda milliy ofis tomonidan yordam beriladigan masalalarda har doim O'zbekistondagi milliy Erasmus ofisi tayyorligini va loyihani jarayonni amalga oshirish doirasida turli xil masalalar yoki savol javoblar bo'ladigan bo'lsa hamisha tayyorligimizni bildirib qolamiz. Rahmat kattakon Rustam aka, Ulug'bek aka, loyihani ishlariga omad tilab qolamiz.